Bir stakan suv olasiz, toza suv. Xohlasangiz zamzam suvi bo'lishi mumkin, xohlasangiz oddiy toza suv, bir stakan. Mana shu bir stakanni qo'lingizda ushlab turgan holatda 3 marotaba yoki 7 marotaba Fotiha surasini o'qiysiz. Fotiha surasini o'qisangiz bo'ldi. Nimaga? Chunki sizni o'qiganingizdan keyingi ovoz ohangingiz, ma'lumotlarni hammasini suv qabul qilib oladi o'ziga. Ma'lumot suv orqali qabul qilinadi. O'qib bo'lgandan keyin niyatingizni aytishingiz mumkin. Masalan, sizga hozir ko'proq pul kerak bo'lyaptimi? Aynan moliyaviy ahvolingizni yaxshilamoqchimisiz? Niyatni erishgandek qilib aytish kerak. Qanaqasiga? Masalan, sizga 5 million so'm pul kerak hozir. Allohim menga 5 million so'm pulni oson, yengil va barakali yo'llar bilan beryapti. Allohimga hamdlar bo'lsin. 3-4 marta takrorlaysiz. Allohim menga 5 million so'mni oson, yengil va barakali yo'llar bilan beryapti. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Mana shunday qilib takrorlab davom etasiz. 3 marta, xohlasangiz 7 marta niyatni takrorlab, suvni keyin mana shu takrorlab bo'lganingizdan keyin oz-ozdan iste'mol qilasiz. Ichishni boshlaysiz. Bir stakandagi suvni bittada ko'tarib yubormang. Ichasiz. Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishyapman. Mana yaxshi yangiliklar kutib turibdi deb har ichib bo'lganingizdan keyin ozgina qultumni ichib, niyatni yana takrorlayverasiz ichingizda. Tushunarli-ya? Men bundan oldingi darslarda aytganman. Miyamizni retikulyar tizimi aynan bu signallarni qabul qiladi. Bizni har bitta gapimiz ong osti tomonidan qabul qilinadi va dastur bo'ladi. Siz mana shu suv orqali ham o'zingizni dasturlayotgan bo'lasiz.